Ne'mat Fobitxon kim? Man? Tabriklaymiz, qizli bo'ldingiz. Yo'q. Dadasi, nega o'ylanib qoldingiz? Onasi, qizimiz katta bo'lyapti. Bilasan-ku, qiz bola palaxmon toshi. Yaxshi joyga tushsa-ku, xo'p, yomon joyga tushsa-chi. Yaxshi niyat qiling, dadasi. Alloh taolo qiz farzandni otaga omonat qilib beradi. Omonatni asrash har bitta otaning burchi. Shuni kecha-yu kunduz o'ylab o'tiraman-da, onasi. O'ylamang, dadasi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Dadajon! Qizim, tingla aytgan har bir so'zim, qilgin mening yorug' yuzim, senda mening ikki ko'zim.